Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlarimiz. Biz shu yilning 14-15 oktyabr kunlari Samarqand viloyat kasaba uyushmalari tomonidan tashkil qilingan ichki turizm sayyohligi doirasida Jizzax viloyatining Zomin tumaniga bir guruh samarqandlik ziyolilar sayohatda bo'ldik. Kasaba uyushmalari tomonidan bizga tekinga berilgan mana shunday imkoniyatdan foydalanib Zomin tumanining go'zal manzaralaridan bahramand bo'ldik. Zomin qo'riqxonasida bo'ldik. Zomin shahrining bugungi qiyofasi bilan tanishdik. Shahar biz 10-15 yil oldin ko'rgandan keskin o'zgarib ketgan. Qo'riqxonada bo'lib Zominning diqqatga sazovor joylari bilan tanishdik. Zomin tumanida ichki turizmni rivojlantirish uchun tashkil qilingan ajoyib imkoniyatlar bilan tanishdik. Oho, biz Zominga kelmagandan beri qancha sanatoriylar qurilibdi, mehmonxonalar qurilibdi, ajoyib oshxonalar, choyxonalar, nuroniylar choyxonalari tashkil qilinibdi. Juda kamdan kam shaharlarda uchraydigan mana shunday dor yo'li, kanatnaya doroga deymiz. Mana shunda ham biz tepaga Zomin tog'larining tepasiga mana shu dor yo'lidan chiqib ajoyib manzaralarni tomosha qildik. Zominning go'zal havosidan bahramand bo'ldik. Assalomu alaykum azizlar, kuzatuvchilarimiz. Jizzax viloyatiga Zomin tumaniga keldik. Zomin tumanini ham rosa Zominsoy degan joyiga keldik. Zominsoy degan mehmonxonaga joylashdik va Zominni diqqatga sazovor joylarini tomosha qilyapmiz. Bugun ertalabdan beri Tog'-Terak degan qishloqlarga bordik. Ajoyib bir chiroyli kuz manzaralarini ko'rdik va bu joyni rosa reklama qilinadigan joylardan biri bo'lgan dor yo'li, ya'ni kanatnaya darogadan biz mana bu tepalikka chiqib keldik va bu tepalikdagi ajoyib nomli ko'prikdan o'tdik. Ya'ni bu ko'prikning nomi Baxt ko'prigi ekan. Baxt ko'prigi. Sonra endi baxtli bo'lib ketsak. Ajoyib, havosi go'zal, tabiati ajoyib. Bu yerning havosini o'zi dori. Qolganlarga ham kelishlarini tavsiya qilamiz. Baxt ko'prigidan o'tishlarini va baxtli bo'lishlarini tilab qolamiz. Baxtli bo'ling. Bu yerda ana shunaqa tomoshalar bor ekan. Odamlar trosdan rosa qiyqirib dod deb o'tishar ekan. Ha, mana bu yoqda undan ham qo'rqinchlisi bor ekan. O'zini bog'lab pastga tashlab borar ekan. Qo'rqinchli tomoshalarni istasangiz Zominga keling. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik yuz yoshgacha. Ko'p bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimda boshgacha. Zomin tumanini yana bir diqqatga sazovor daraxti ekan bu. Oti bobo yong'oq ekan. Endi 700 ga kirgandan keyin bobo bo'ladi. Bobo yong'oq. Yong'oq bobo. Aslari chirib ketibdi, tepalari lekin hali ham yashnab turibdi. Katta ehtimol bilan bu hali hosil ham bersa kerak.